Agar siz ham uydan turib, halol yo'l bilan qo'shimcha daromad qilishni o'ylayotgan bo'lsangiz, ushbu videoda Faberlik orqali ishni qanday qilib noldan boshlash mumkinligini juda sodda qilib tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu ish sizga mosmi yoki yo'qmi va qancha daromad qila olishingiz mumkinligini bilib olasiz. Avvalo, Faberlikda ishni boshlash juda oddiy. Birinchi navbatda bepul a'zo bo'lasiz. Buning uchun sizdan hech qanday to'lov olinmaydi. A'zo bo'lganingizdan keyin mahsulotlarni ichki narxda xarid qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Eng muhimi, hech qanday majburiy xarid yo'q. Davom ettirish yoki to'xtatish qarori doim o'zingizniki bo'ladi. Endi eng qiziq joyiga o'tamiz. Faberlikda daromad qilishning eng oddiy yo'li mahsulotlarni tavsiya qilish va sotish. A'zo bo'lganingizdan keyin siz mahsulotlarni ichki narxda olishingiz mumkin bo'ladi. Keyin shu mahsulotlarni ishlatmoqchi bo'lgan odamlarga tavsiya qilasiz. Ko'p hollarda yaqinlaringiz, qarindoshlaringiz yoki qo'shnilaringiz ham shu mahsulotlardan foydalanishni xohlashadi. Siz mahsulotlarni ichki narxda 20%, 26% yoki 70% chegirma bilan olasiz. Ularga esa katalog narxida sotasiz. Shu narxlar orasidagi farq sizning sof foydangiz bo'ladi. Qancha ko'proq sotuv qilsangiz, shuncha ko'proq foyda ko'rasiz. Hammasi o'zingizga bog'liq. Faberlikda faqat mahsulot sotibgina daromad qilinmaydi. Bu imkoniyatni siz kabi qo'shimcha daromad qilmoqchi bo'lgan ayollarga ham ko'rsatishingiz mumkin. Agar ular ham ishni boshlashsa, ular ham mahsulot sotib daromad qila boshlashadi. Kompaniya buning uchun sizga ham qo'shimcha pul to'laydi. Shu tariqa daromadingiz yana ham o'sib boradi. Aslida Faberlikning eng kuchli tomoni ham shu. O'zingiz ham daromad qilasiz, boshqalarga ham daromad qilishiga yordam berasiz. Agar Faberlikda jamoangizni asta-sekin kengaytirib borsangiz, sotuvdan qiladigan foydangizdan tashqari qo'shimcha oylik daromad ham ola boshlaysiz. Masalan, 3 ta odam taklif qilsangiz, oyiga 120 ming so'm. 19 ta odam taklif qilsangiz, oyiga 1 million 200 ming so'm. 39 ta odam taklif qilsangiz, oyiga 3 million 800 ming so'm. 59 ta odam taklif qilsangiz, oyiga 6 million 800 ming so'm olasiz va direktorlik darajasiga chiqasiz. Bu darajada o'rtacha yilliga 85 million so'm daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, Faberlikda oyliklar yilliga 12 marta emas, har katalog davomida yiliga 18 marta beriladi. Ko'pchilikni bitta savol o'ylantiradi. Ro'yxatdan o'tsam keyin nima bo'ladi? Aslida eng qiyin qismi boshlash. Boshlagandan keyin esa ko'p narsalar o'z-o'zidan tushunarli bo'lib boradi. Eng muhimi, sizni yolg'iz qoldirmaymiz. Sizni Telegramdagi maxsus guruhimizga qo'shamiz. Bosqichma-bosqich nima qilish kerakligini ko'rsatamiz. Savollaringiz bo'lsa javob beramiz. Birinchi sotuvlaringizni qilishingizga yordam beramiz. O'z jamoangizni qurishingizda ham ko'mak beramiz. Shuning uchun ishni boshlash uchun hamma narsani oldindan bilishingiz shart emas. Endi bu ish qanday ishlashni umumiy tushundingiz. Agar siz ham qo'shimcha daromad qilish imkoniyatini sinab ko'rishni istasangiz, ushbu sahifadagi tugma orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Qolgan barcha savollaringizga mamnuniyat bilan javob beramiz.